Cava tricuspidal isthmus to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Cava tricuspidal isthmus bu o'ng bo'lmacha ichida joylashgan tuzilma hisoblanib, chegaralari bilan tanishib o'tamiz. Bu tomon, ya'ni oldingi tomon tricuspidal klapanni septal tabaqasi bilan chegaralangan. Septal tricuspid leaflet. Medial tomoni koronar sinus bilan chegaralangan. Orqa tomon posterior tomondan o'zi pastki kavak vena bilan chegaralangan. Bu yerda pastki kavak venani Eustachian klapani ham bo'ladi. Eustachian klapani bo'lsa, Eustachian ridge, ya'ni Eustachian kirrasiga davom qiladi. Mana shu Eustachian kirrasi orqa chegarasini hosil qiladi. Lateral chegarasi rasmda ko'rsatilmagan. Lateral chegarasini crista terminalis hosil qiladi. Shunda qayta aytib o'tamiz. Oldingi chegarasi tricuspidal klapan, medial chegarasi koronar sinus, orqa chegarasi Eustachian kirrasi yoki pastki kavak vena, yon chegarasi crista terminalis hosil qiladi. Cava tricuspidal isthmus nomidan ham bilib olsa bo'ladi. Kavak vena va tricuspidal klapan orasidagi torayma. Cava tricuspidal isthmus. Cava tricuspid isthmus deyiladi. Mana shu zona torayma hisoblanadi va bu yerdan nima ahamiyati deydigan bo'lsak, bu yerdan bo'lmachalar triptaniyasi vaqtida, ayniqsa tipik bo'lmacha triptaniyasi vaqtida elektr impulslar o'tadi va qo'zg'alish impulslari o'tkazilish vaqtida bu yerdan sekin o'tadigan zona hisoblanadi. Reentry halqasining ma'lum bir qismi hisoblanadi. Faqatgina tipik bo'lmacha triptaniyalarda, atipik formalarda boshqa joylarda aylanib, boshqa joylarda halqa hosil bo'ladi. Tipik bo'lmacha triptaniyasi vaqtida mana shu isthmusdan hamma vaqt impuls o'tadi va davolashda mana shu zonani kuydirish orqali, ablyasiya qilish orqali yoki muzlatish orqali mana shu triptaniyaga lecheniya, ya'ni davo qilishimiz mumkin. Mana shu zona kuydiriladigan bo'lsa, reentry halqasi buziladi. Triptaniya boshqa sodir bo'lmaydi. Triptaniya to'xtaydi va davo muolajalari muvaffaqiyatli bajarilgan hisoblanadi.